Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlarimiz, biz mana kechagina Alloh fazli bilan Ramazon oyiga bir yig'inni boshlagandik. Kam ta'minlangan oilalar, yetimi bor oilalar, otadan qolgan oilalar, mana shularda biz yana bir sizlarga murojaat qilmoqchimizki, bizga ancha munchasi u yoqdan bu yoqdan telefon qilyapti-da, uyimizda narsalar bo'lsa ham olib ketaverasizlarmi? Uylarda narsalar bo'lsa ham olib ketaveramiz, birodar. Misol uchun kommunizmda ishlaydigan G'iyozbek birodarimiz bor. Hammanglar taniysizlar, ichlarida aktiv. Shu G'iyozbekga bir qop unim bor yoki bo'lmasa yog'im bor, bo'lsa manaqa guruchim bor, sholim bor. Shunday bir ro'zg'orga kerakli nima masalalar bo'lsa, G'iyozbekga shuni telefon qilasizlar yoki bo'lmasa bizga telefon qilib aytsanglar, biz u birodarimizga aytib qo'yamizda, shunday borib olib kelish texnikalarimiz bor. Oqmachitda misol uchun Abdulatif akamiz bor. Hammanglar taniysizlar Abdulatif akamni ham. Biz doim yonimizda yelka-melka bo'lib yurgan akamiz. Shu akamizga aytamiz, shunday borib shu kerakli nima, misol uchun bizga yetkazolmayapsizmi, uni yetkazib berolmayapsizmi, unda olib kelib beradi. Sholi yetkazib berolmayapsizmi, guruch yetkazib berolmayapsizmi, muhini berib yuboramiz. Olib ketib qolinglar, sizlar biz shunday berib yuboramiz. Berib yuborasizlar, biz olib kelaveramiz. Endi bu yoqdan Zelnemos tarafdan birodarimiz Kamoliddin bor, o'zimiz operatorimiz, doim shu u bola ham aktiv, bilasizlar, ichlarida yuradigan, o'zingizlar katta qilgan bolalardan. Qisqasi, kimi qayerda nima narsasi bo'lsa, bu Ramazon oyiga bizda olib ketish uslugasi ham bor. Biz bu ishni mana oz qolyapti, ko'ryapsizlar. Qanchalik tez bitirsak, shunchalik tez bu oilalarga bu narsalar yetib boradi inshaalloh. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, yana bir narsa aytib o'tay. Men karta nomerlarini yana sizlarga ta'kidlamoqchiman. 558 bilan 088 400 raqamida Muhiddin Hay bo'lib chiqadi, M-bank va shunga 7 qilib solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men yana qaytalab o'taman. 0558 bilan 088 400 raqamida M-bank bor. Muhiddin Hay bo'lib chiqadi. Mana shu nomerda 7 qilib solsangiz ham biz inshaalloh M-bankimizga avolalaymiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.